Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Navbatdagi ishimiz tayyor bo'ldi. Akfa alyumin zolotoy dub profilini tayyorladik. Aynalar 16 aynadan bo'lgan. Yodviy. Xo'sh, bu verandamiz kvadrati 510 ming so'mdan tushdi. Nimaga arzon tushdi desanglar, bunda mana rasxodi kamroq bo'lgan. Ochilishlari ham 3 dona ochilgan xolos romlardan. O chekada bitta, o'rtasida mononda, lekin bunda ochilgan. Qolganlari ochilmagan. Shunga arzon tushgan. Oynalari ham katta bo'lgan, 16 bo'lgan hisobiga, ko'zlari katta ko'z bo'lgan. Taylari alkafon bo'lgan. Ustunlari ham buji bilinmayapti, bilinmaydigan qilib o'raverdik xolos. Har bitta ustun o'ralgan, har doimgidek. Dorisi juda chiroyli chiqqan. Hozir quyoshda qandaydir chiroyli ko'rsata olmayapti. Ustunlar. Har bittasi o'ralgan. Ligirovkalarni ko'rsatib o'taman bir qator. Bemalol murojaat qilasizlar. Vodiy bo'ylab dastlabki ustunovka hammasi ichida mana bitta temir ustun bo'lgan. Temir ustundan o'raverdik. Turba. Eshigi. Qanotli eshik chiqqan. Eshik ham katta. Ruchkalari ham katta ruchkalar. Ligirovkalar do'ldi. Har doimgidek go'zal chiqqan. Ranglari boshqacha ko'ringan. Hani ikkinchi qanotini ochib ko'rsating deb ko'p murojaat tushdi. Ikkinchi qanotni ochib ko'rsatamiz. Bu tamam ichkari ko'rinishi. Bu yoqdan. Yondan ko'rinish. Bemalol murojaat qilasizlar. Dastlabki ustunovka hammasi ichidan bo'ladi.